Assalomu alaykum. Kris kompaniyasidan viza uchun kod kelgandan keyin qanday hujjatlar kerakligini aytib o'tamiz. Birinchi bo'lgayiga borib подтверждение prava olasizlar. Ikkita pasport, prava kopiyasini berasizlar. Подтверждение prava kerak desangiz beradi. Ikkita shundan olasizlar. Undan keyin yagona darchaga borib sudlanmaganlik haqida qog'oz ikkita olasizlar. Narkomanmaslik haqida qog'oz ikkita olasizlar. Keyin psixodispanser deydi. Psixmaslik haqida ikkita olasizlarda. O'sha yerga xodimlar o'zi qo'l qo'yib beradi. Yagona darchadagi xodimlar qo'l qo'yib beradi. Keyin yagona darchadan chiqib ketmasdan turib direktor oldiga kirib pechat urdirib berasizlar. U apostol uchun kerak bo'ladi. O'zingizni pasportingizni, zagran pasportingiz kopiyasi ikkitadan qilasiz. Hammasini ikkitadan. O'zingizni metriskayizni kopiya qilasiz. Xotiningizni metriskasini kopiya qilasiz. ZAGS qog'ozlaringizni kopiya qilasiz. Keyin ularni olasizda Toshkentga ijroga apostol qilasizlar. U apostolning narxi 40 ming so'mmi shu atrofida. Yagona darchadan u chiqargan qog'ozlaringizga ham shu 80 ming atrofida bo'ladi, pechat bilan bo'lsa. 80 ming, 100 ming atrofida bo'ladi. Undan keyin sug'urta kompaniyasiga borasizlar, sug'urta qilasizlar. Sug'urta 600 ming atrofida tursa kerak. Men qilganimda 400 ming edi, hozir ko'tarilgan bo'lsa. Undan bankka borib, shotlaringizga $800 pul qo'yasiz. Sizlarni telefonlaringizga taylab beradi, uni kopiyasini chiqarib olasiz. Shotlaringizdan ular birdan karta ochib beradi, kartalaringizga pullaringizni tushirib beradi. Undan keyin shu hujjatlarni olasizlarda Toshkentga borib ijroga apostol qildirasiz. Ijroga apostol deydi, hamma apostolni psixodispanser sudlanmaganlik haqidagi, narkomanmas haqidagi va ikkita подтверждение prava общий hammasi 8 dona bo'ladi. 8 donani apostol qilasizlar. 42 ming so'mmi, 45 ming so'm atrofida. Undan keyin shu vizaga kirishdan oldin borib qildirasizlar uni. Vizaga borgandan keyin vizaga shu hujjatlarni topshirasiz. O'zingizni pasportingizni kopiyalari, hamma pasportingizni ham yetasiz albatta. Hammasini aytib topshirasiz. Kris kompaniyasining kod kelganini uni varaqqa yozib olsalaringiz ham bo'ladi. Ular kodni ko'rib, shunga qarab pasportlaringizni berasizlar. Kerakli hujjatlarni olib qoladi, qolganini qaytarib beradi. Shu bilan viza kelishini kutasizlar. Viza bo'yicha ma'lumot, vizaga topshirgan vaqtimizda biz ham Kris kompaniyasidan qachon viza chiqishini WhatsApp orqali so'raganimizda, ular bizani qo'limizda emas, Yevropada immigratsiyon kompaniya bizani ma'lumotlarni ko'rib chiqib, viza berish yo отказ qilish huquqi faqat immigratsiyon kompaniyani o'ziga tegishli deb aytgan edi ular.